Nishon G'aniyev super gol muallifiga aylanmoqda do'stlar. Mana sizga gol. O'zbekiston qaytmoqda. Do'stlar qaytmoqda. Ishoning, biz hali o'ynaymiz. Biz o'yindamiz va biz ishonamiz. Jamoamiz o'ziga keladi va comeback amalga oshiradi. Mana shu muxlislar haqqi hurmati. Qarang. Mana bu yerda Abbosbek Fayzullayev raqiblar to'pchini kurashni oxirigacha olib bordi. To'p ketgandan keyin raqib yiqilib tushdi. Ha, Abbosbekning zarbasidan keyin u muvozanatni yo'qotdi, lekin portugaliyalik futbolchi to'pni yo'qotib ulgurgan edi. Shuning uchun ham uchrashuv bosh hakami o'yinni to'xtatish uchun asos yo'q deb topdi. Hozircha VAR oldiga kelib uchrashuv bosh hakami vaziyatni takroran tomosha qiladigan bo'lyapti. Yana bir bor ta'kidlab o'taman. Abbosbek Fayzullayev to'p uchun kurashda raqibining oyog'iga tepdi, lekin bu paytda to'p ketib bo'lgan edi. Qarang, to'p ketgandan keyin portugaliyalik futbolchi muvozanatini yo'qotdi. Cancelo pasni berib bo'lgan edi. Hakam Jalol Jaid gunoh bunday golni inobatga olmaslik. Gol aytib qo'ydi hozir. G'ani, yo'q, gol deyotgan ekan. Gol deyotgan ekan. Inglizchada go sal nariroq tur degani. Yana nishonli review. The attacker number 22 needed to play the ball and committed a foul. Final decision. Qanaqasiga buyurdi. Cancelo pas berib to'pdan qutulib bo'lgandi-ku. Foul natijasida to'p ketmadi-ku. Xullas, uchrashuv hakami bu vaziyatda Keyin paydo bo'ldi. Kontakt keyin yuzaga keldi. buni biz bir necha marotaba ta'kidladik, ko'rdik, lekin uchrashuv hakami Portugaliya futbolchisiga nisbatan qo'pollik ishlatilganini e'tirof etishga qaror qildi. Aslida yana bir bor ta'kidlab o'taman, hozir